Assalomu alaykum hammaga. Yana bir qiynalgan oilani uyga ishga qo'ygan edik. Olingan bitta texnikalardan ham o'zlari shuni so'rab oladi. Juda ham qiynalganligidan. Xayr. Ustalarga choy bermasdan flash garilla beryapti ekan. Bunchalik bo'lmasa kerak endi odam. Shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda 17 teshik kam ta'minlanganligidan zo'rg'a mahalla komitetidan yordam puli so'rab turib 3 etajli uy qurgan ekan. Hammasini qizining nomiga BID xon olgan. O'zining nomida ishonsa bo'lmasligi kerak akamiz. Oshxona berdilar bu yerda. Shunaqa. Sog' bo'lasizlar. Ishlarimiz kelibdi. Ikkinchi etajdan boshlaymiz. Xudo xohlasa ishlarni. Shpondan